shokovoy xlor ishlatish uchun asosiy 5 ta sabab. Birinchisi, basseyningizga yangi suv to'ldirgan paytingiz. Ikkinchisi, siz hafta davomida trixlorizatsiyanur kislotasidan tashkil topgan granula yoki tabletka ko'rinishidagi ximikatlardan foydalanasiz. Va bu ximikatlarimiz o'z ta'sirini ko'rsatib bo'lganidan so'ng o'z-o'zidan sianur kislotasi miqdori balandlashib ketadi va sianur kislotasini uchirib yuborish uchun. Uchinchisi, yomg'irdan so'ng yoki havo harorati juda ham baland bo'lganda. To'rtinchisi, suvimiz xiralashganda yoki suvimiz kirlanib juda ham yomon holatga kelganda. Beshinchi sababimiz mehmonxona, dam olish maskanlari, bolalar oromgohi va akvaparklarga tegishli bo'lib, basseyningizga mo'ljallangandan ko'proq odam tushsa, basseyn egalarining ko'pchiligi 90% xlor yoki tabletka ko'rinishidagi xlorlarimizni shokovoy xlorimiz bilan bir xil narsa deb o'ylashar ekan. Aslida esa bu tabletka ko'rinishidagi shokovoy xlorimiz tez eruvchan, tez ta'sir ko'rsatuvchan ximikat bo'lib, har bir tabletkamiz 2 kubaga mo'ljallangan. Bu videoni albatta basseyni bor do'stingizga jo'natib qo'yinglar.